Assalomu alaykum qizlar, qarilar, yangi kosmetikalar keldi. Test obzor qilamiz har doimgidek. Manyoni peeling geldan keldi. 120 ml. Centellani oqartiruvchi penkasidan gelivoy bo'lekin bu. 130 ming. Keyin BioHealthdan kremlaridan, kek xilidan kollagenli, bunisi lifting effektli. Ikki xilidan keldi. Bular 250 ming. Mana peptid 9 kremimizdan keldi, Medipildan. Quruqlar uchun vitanola oqartiruvchi, niacinamidi bor 12%, vitamin kompleks bor, bundan keldi. Keyin mana bu Medipilda sivırtkasi bo'lma narsalari keldi, toneri kelgan. Keyin buni ko'z kremi bor. Ko'z kremini uchida massajori bor. Mana bu BioHealth bo'xti sivırtkasidan keldi. Mana bu seriyaniki. Bu seriyaning sivırtkasi o'zimizda bor. Medipilda yana bunaqa yangi krema chiqibdi. Lifting effekt beradigan peptidlik vegan padarini bor tarkibida. Mana bunaqa sharikchalik. Buni aralashtirib olsangiz bitta massa bo'ladi. Xohlasangiz shunaqa qilib sharikchalar bilan gelivoy bo'ladi, kremavoy. Alohida ishlatsangiz ham bo'ladi, aralashtirib olib turib boshida yaxshi ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana bu Medipilda peptid 9 kremidan keldi. Bular narxi bilan hammasini qo'yib qo'yaman. Mana bunaqa BioHealthda oqartiruvchi kremidan, sivırtkasi va kremidan keldi. Buning tarkibida niacinamid bor, vitamin C bor. Har xil oqartiruvchi vositalar bor. 5% niacinamid, vitamin C, hammasi bitta. Bu kremi ham keldi. Mana Bakacho kremimizdan o'tgan safar tugab qoldi. Retinol ishlatishda qo'rqayotganlar yoki yoz keldi ishlatmayman deganlarga Bakacho bemalol qishin yozni ishlatsa bo'ladigan retinolga o'xshagan, lekin o'simlikdan olingani. Bundan keldi. Bu ham hali ham o'sha skidkada narxi. Mana bunaqa sivırtka zakaz qilishganda roundlabda kameliya o'simligi va kollagen bor. Lifting effekt beradigan sivırtkasi, buni kremi ham bor. Ko'z kremidan Medipilda yana shu ko'z kremidan keldi. Bu sivırtkasi ekan, ko'z kremi ham borda. Mana buni sivırtkasi tarkibida Exason padaran, peptid, lotus guli bor. Bu ko'z kremi. Bitta brend bo'lsin deganlarga ko'pincha qilib beramiz. Keyin mana bunaqa sivırtka ham keldi. Medipilda Aqua Essence. Buni toneri kremi bor. Emulsiyalarigacha bor shuni, sivırtkasi peptidli, ajinlarga qarshi. Keyin buni ham narxi bilan qo'yaman. Anvani toneridan, guruch keramikli toneridan keldi. Silimax yana penkasidan ham keldi. Yumshoq penka xohlaganlar uchun shuni ham rosa ko'p sotamiz, tugaydi doim. Yana zakaz qilamiz. Zo'r ko'piradi, lekin yuzda quritmaydi. Centellasi bor. Sezuvchan yuzlarga ham bemalol to'g'ri keladi. Lagomda penkasini kutganlar, Lagomda penkasidan ham keldi. Bu ham tugab qoldi. Ikki xili. Ikkalasi ham bir xil. Xususiyati bir xil. Yuzni tozalaydi, lekin anaqa sezuvchan yuzlarga ham tushadi. Quritmaydi. Bittasi dengiz tuzlik, bittasi mikro частица chiqilib. Shunaqa penkalari keldi. Keyin Silimaxda sivırtkasidan keldi. Ana bunisi quruq yuzlar uchun, sezuvchan yuzlar uchun, achishayotgan, quruqlashib ketgan yuzlarga tavsiya qilamiz. Yumshoq qo'yadi. Rona CC kremimizdan keldi. Bundan ham tugab qoldi. 120 ming hozir skidkada. Keyin yana mist keldi. Bitta qolgan ekan, Dr. Altayani. Toner qilib ishlatsangiz bo'ladi, makiyaj ustidan ham ishlatsangiz bo'ladi. Yuzingizni yumshoq qilib qo'yadigan gialuron kislota tarkibida namlantiruvchi vositalar, 5 xil tinchlantiruvchi o'simlik, centella, pantenol moddalari borki, mana bunaqa lab balzam Romandan ham keldi. Buni mana bunaqa ranglardan zakaz qilmagandim hech. Chiroyli ranglar.
0,4 ekan. Men 0,3 ishlatgandim, tugagandi. Mana shunaqa, lekin bunaqa jatoq chiqmaydi. Mana bu 0,2. 0,3 men ishlatgandim, почти tugadi. 0,2. Bizda hozir наличие 12 ham bor. 12 ochiroq. Mana bu rozoviyroq ekan. Bu nima qiladi? Labni qurishdan oldini oladi, rang ham beradi, uzoqroq turadi, o'chib ketmaydi tezda. Bleskga o'xshagan narsa, lekin o'chmaydigan, ham labni parvarish qiladigan, uzoqqa yetadi. Meniki 1 yil ishlatdim shekilli, 1 yil. Bu pushtiroq, bu qalqachiroq. Chiroyli ranglar. 0,3 egasi bor. 100 mingdan, lekin puliga arziydi. Mana bu penka bitta qoldi. Bitta kepti, bitta qolgan ekan. Derma Factory'ni Houtunia degan o'simlikdan qilingan yog'li kombinirованный gurili yuzga mos keladigan. Keyin Fruta penkamiz tugaganda, Fruta penkamizdan ham keldi. Mangolik. Mangoni hidi keladi. Zo'r yuzni tozalab beradi.